Xotin 50 ming berib turib yetmay turibdi. Men birinchida ishlayman, mendan pul so'rayapsiz. Kecha gazak simichgan achishdan chiqqan 5 dollar bor-ku, o'shani ber. O'shani ham ko'p ko'rdingiz, ha? Mang. Mana aka, xotin Erkak kishi bir yotmasdan pul topsa-da, ayolni qo'liga qaramasdan. girbishim kalla minnat qilishni boshladimi? Ayolni puliga qo'l tekkizdimi erkakdan baraka, omad, rizq qochadi. Necha oylik bo'ldi? 4 oylik. Qiynalmayapsizmi? Qiynalyapman. Ayol boshim bilan ro'zg'or tebratib qiynalyapman-da. Ha, ona yaxshimisiz? Kuyovim yaxshimi? Ha, kuyovingiz ham uydalar. Ishlari o'xshamayapti hozir. Polni ro'zg'orlikni o'zim qilaman hozir. Ha, o'zim ishlayapman. Ha? Hammasini hozir bo'ynimga olganman bularni boqishni. Ha, boqaman. Telefoningni qo'y. Qo'y telefoningni. Hozir ona. Nima deyapsan sen? Sen nima deyapsan? Nima dedi? Menga bergan 5 dollaringni minnat qilyapsanmi? Между прочим, u seniki emas, meniki. Ana sizniki? Evet, mana bu gazak simichganni kim olib keldi? Siz? Ichidagi 5 dollar chiqqanligi kimniki bo'lar ekan? Meniki? Qana seniki bo'ladi? Men sotib olib kelgan bo'lsam. Sen ayollar borki, erlaringga 1 so'm bermay ekan, borki 1 so'm o'tib ketmasin ekan. Butun dunyoga aytganing. Bor o'lgan buying ham ayt qabriga borib. Raqse, mohiqane raqse